Shom payti bolamni ko'tarib qo'shni ayollar bilan ko'chada turganimda bir otaxon shomdan keyin bolalarni ko'chaga chiqarib bo'lmaydi deb koyib berdilar. Shu to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Otaxonning gapida jon bor, haqiqat bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shomdan keyin bolalarni ko'chaga chiqarmaslikka tavsiya qilganlar. O'sha bebosh jinlar, shaytonlar sayr qiladi degan ma'noda aytgan hadislari bor. Qolaversa qadimdan ota-bobolarimiz ayni o'sha shom mahalda bolalarni ko'chaga chiqarmasdan uyda ushlab turishlikka aytilingan. Bu ham o'sha bolalarning tarbiyasi uchun. Kechqurunda befarq bo'lgan, kechqurunda nazoratsiz bo'lgan bolalar turli falokatlarga uchrayotganligi sir emas. Shuning uchun albatta mana shu narsadan saqlanib